10 ta sahoba ismi aytilganda jannati, ikkinchisi Umar ibn Xattob. Mana shunday bir maqom martabaga yetishgan, Rasulullohni rozi qilgan sahoba o'zini ma'lumot qilib turibdi. Aytar ediki, qaniydi Umarning onasi tug'masa, qaniydi men dunyoga kelmasam, qaniydi qilgan amallarim savobimga ham, gunohimga ham, foydamga ham, ziyonimga ham bo'lmasa deb yig'lar edi. Bu Umar odil o'zini shunday ma'lumot qilib turibdi. Biz ham shunaqa qilib ma'lumot qilamizmi o'zimizni? Yana aytar edi, Robbimning huzuriga borganimda qilgan amallarim foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini orzu qilgan bo'lardim deydi. Chunki u kishi muxlis odam edi, birodarlar. Muxlis odam o'zini ustida Robbisining fazli ulug' ekanligini biladi. Muxlis odam har qancha Allohga ibodat qilmasin, har qancha ixlos qilmasin, Allohni ustidagi o'zini ustidagi haqqini ado qilmasligini yaxshi biladi. Borini